4 xonalik 80 kvadrat bo'lgan tayyor Yevro remont uyimiz sotuvda. Hozirgi manzilimiz Termiz shahar Taraqqiyot ko'chasi bo'lib turibdi. Toshtemir Bobo marketining yonida qad ko'targan 4 qavatli uylarning 4-qavatida umumiy maydon 80 kvadrat bo'lgan 4 xonalik tayyor uyimiz sotuvda. Hozir tashqi ishdan kirib keldim. Ko'rib turganingizdek, yaqinda noldan remontdan chiqarilgan kvartiramiz aziz obunachilar. Tezda shoshilamiz. Bunaqa variantlarimiz kamdan kam chiqishadi. Hozir siz bilan aynan mehmonxonasidan tanishishni boshladim. Aynan mana shu men turgan xona 6 ga 3 metrni tashkil qiladi, ya'ni bo'yi 6 metr, eni esa 3 metr hisoblanadi. Ikkinchi katta xonasi ham xuddi shunaqa, ya'ni 3 xona 4 xona qilingan aziz obunachilar, remontdan chiqarilgan. Narxi aynan siz uchun 500 million so'm deb baholandi. Yanada tepasiga kelishadigan joylari mavjud. Aytgancha bu kvartiramizni naqd yoki ikkilamchiga olishingiz mumkin. Ikkilamchini tushunmagan obunachilarimiz uchun ikkilamchiga 200 million pulingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol ipoteka bank orqali ipotechni qilib kredit sifatida chiqarib beramiz. Bu ikkinchi xonasi, boya aytib o'tganimdek, bu xonasi ham uzunligi 6 ga 4. Hamma narsalar chiqarilib, noldan remont qilingan, konseynerlargacha bor, lustralar qo'yilgan, yorqin aboylari tanlangan aziz obunachilar. Manzil tushuntirib o'tdim. Termiz shahar Taraqqiyot ko'chasi, ya'ni Devetkada xalq tilida aytganda eshiklargacha almashtirgan. Ko'rib turganingizdek, kelishimiz bilan o'ng qo'limizda 3-detskiy xonasi hisoblanadi. Mana detskiy xonasida ham yorqin aboylar, lustralar tanlangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya aslan muammo yo'q. Bu yerda eng asosiysi tinch mahalladan bo'lyapti. Yana siz so'ragandek, dushavoy bilan hojatxonasi alohida. Ko'rib turganingizdek, mana samokellar qilingan, hozirgi zamonaviy Yevro remont qilib, bu yoqda esa hojatxonasi. Tezda shoshilib ulgurib qolamiz. Shunaqa katta kvadratli uy so'ragan do'stlaringizga videoni tashlab qo'yishni unutmang. Endi esa mana shu xonasi 4-xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Oshxonani balkonga chiqargan. Hozir uni ham ko'rib o'tamiz. Ko'rganingizdek, aristonlar qo'yilgan, tashqi derazalar almashtirilgan hammasi. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78 WhatsApp, Telegram, imo barchasi ishlaydi. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Biz bilan qolganingiz uchun rahmat.